Tug'ruqdan keyin qanaqa vitamin dorilar ichyapsiz deb juda ham ko'pchiliginglar so'ragansizlar. Bugun shu haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda doktorga borib ko'rinishinglarni maslahat beraman. Hammaning organizmi bir xil emas, har xil bo'ladi. Lekin men hozir sizlarga ma'lumot berib o'tadigan vitaminkalarim hech qanaqa doktorlarning maslahatisiz, bemalol qo'rqmasdan ichsanglar bo'ladigan vitaminchiklar. Men ikki xil vitamin dorilar ichaman. Bittasi kollagen, bittasi zink. Hozir kollagen haqida qisqacha ma'lumotimni berib o'tib ketaman. Kollagenda faqat tug'ruqdan keyin emas, erga tegmagan qizlar bemalol hamma ayol qizlar ichsanglar bo'ladi. Faqat kollagen 25 yoshdan keyin ichiladi. 25 yoshdan keyin bizning organizmimizda kollagen ishlab chiqarish to'xtatadi. Biz ham mana bunaqa kollagenlar bilan organizmimizni boyitishimizga, to'yintirishimizga kerak. Kollagen bu badanimizdan osilib qolmasligi, tarang, tirsillab turishimizga, yuzimizdan har xil narsalar chiqib ketmasligi, yuzimizni ham tirsillab turishiga yordam beradi. Tishimizga, sochimiz mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Kollagenning ikki xil ko'rinishi bor. Bittasi parashokli, bittasi jilishkali. Men mana shu ikki xil ko'rinishdagini ichyapman. Tug'ruqdan keyin juda ham holsizlanib, kuchdan qolgan edim. Kollagen ichishni boshlaganimdan keyin shunaqangi energichniy bo'lganimda o'zim his qildim. Sochlarim ham, tishim ham o'zini asli holatiga qaytdi. Ikkinchi vitaminchigim bu temir modda. Temir moddani o'zi hamma biladi. Bizning butun organizmimizga kerak bo'ladigan temir modda. Lekin tug'ruqdan keyin bizning sochimiz to'kiladigan, tishimiz og'riydigan bo'lib qoladi. Temir moddani ichishni boshlasanglar, hammasi taqataq qoladi. 100% masalaga javob beraman. Buni ham bemalol erga teganmisiz, tegmaganmisizlar, tug'ganmisizlar, tug'maganmisizlar, bemalol ichsanglar bo'ladi. Agar videom sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, menga like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Shu kabi foydali videolarni meni profilimdan topasiz.